Mana bu joyida regulyatorlari bor, o'zini maxsus. Assalomu alaykum, TIS kanali muxlislari. Mana TIS 15 talik katolimizni o'rnatib oldik. 49 gradusda. Mana ichiladi yonishi. O'sha kichkina yongan bilan 49 gradus. Mana bu joyida regulyatorlari bor, o'zini maxsus graduslarini ham maxsus regulyatsiya qilib qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari orqasida pidaydigan ventilatorni ham kuchaytirib, susaytirsa bo'ladi. Tezligini ham oshirib, kamaytirsa bo'ladi. Bundan tashqari mana bunaqa uskunasi ham bor. Bu ko'mir soladigan uskunasi. Videolarda ko'rsatishmayapti. No, ko'mir solish uchun mana bu og'ziga qadab olinadi. Juda qulay uskunasi bor ekan. Bunaqa ko'mirni tashqaridan solish uchun qulaylik yaratadigan TIS avtomat, polo avtomat 15 talik katyol juda ajoyib ishlayapti. Bemalol olsanglar bo'laveradi. 49 gradus, 50 gradusga mo'ljallab qo'yganmiz. 50 da o'chadi o'zi. Bemalol o'sha 100 kvadrat joyida bizniki 100 kvadrat joy bemalol isitayapti. Undan ozgina ko'proq joyi. Oddiy o'zimizni angren ko'mirlari yoqyapmiz. No, ba'zida oldidan tutab ketish holatlari yo bo'lmasa tutunni ichkariga haydash holatlarini so'rab qolishyapti ba'zilar. No, har qanaqa katyolda ham birinchi yoqayotganingizda shunaqa bo'ladi. Hozir mana hech qanaqa tutash holati yo'q, mana tutamayapti. Ichkarida cho'g'i joyida. Mana ichkarisida cho'g'i turibdi, xotirjam. No, tutash yo'q. Rahmat katta. Hot energy.